Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga juma 2025-yil 2-may. Saidul ayyom juma hammangizga muborak bo'lsin. Hurmatli obunachilar, o'qigan namozinglar Alloh dargohida qabul bo'lsin. Toshkent viloyati Parkent tumani Qulichi mahallasiga kelyapmiz, hurmatli obunachilar. O'ktamchani xonadonlariga shu yerda toza qonli semental buqa bor ekan. Xudo xolasa shuni so'yilish jarayonlarini qo'ldan kelgancha olib beramiz. Yoqqan bo'lsa layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biza kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. O'rtoqlar qo'llab-quvvatlab, paddeshkada bo'lib turasizlar. Qolgan to'liq ma'lumotlarni O'ktamchani o'zlaridan olib beramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Videoni o'tkazmasdan ko'rish tavsiya beramiz. Xormi O'ktamchi, sog'lig'ing yaxshimi? Assalomu alaykum Bahodir aka, charchamadingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qanaqasiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Bo'ladi, Xudoga shukr. Qanaqa o'zi? Juma yominglarmi? Rahmat, birga bo'lsin. Assalomu alaykum Bahodir Uz obunachilari, yaxshimisizlar? Juma yominglarmi hammanglarni? Mana aka semental original tozasi boqilgan. Hozir shuni so'yib necha foiz beradi, shu jarayonlarni ko'rsatib beramiz hammasini. Mashalloh, o'rtoqlar mana. Chiroyli boqib qo'ygan ekan. Boqqanga ming rahmat. Hurmatli obunachilar, layklarni bosib qo'llab-quvvatlab, paddeshkada bo'lib turasizlar. O'rtoqlar, arzimas mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, endi bilasizlar hurmatli obunachilar, semental hozir yangi tug'ilgan sut emdisi ham $1000 bo'lyapti. O'shanga o'zimizga ham, xalqimiz, obunachilarimizga ham qiziqdi endi. O'ktamchi necha foiz beradi bu? Bo'ldi, mana hozir ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mana boqilgan vobshe dahshat. O'sha original toza qonligi. Bu yoshi qanaqa endi? Yoritib ketaylik. Necha yosh bu? Buni yoshichi shu 3 yoshga borib qolgan. 3 yosh. O'rtoqlar. Ha, egasi shunaqa dedi. Shundoq qimillatmay ishlayman, 3 yosh. Juda chiroyli boqilgan ekan o'rtoqlar. Endi semental bozorda ham, ijtimoiy tarmoqda ham hamma joyda oshib ketdi. O'shaning uchun hammamizga qiziq o'rtoqlar, necha foiz beradi, hammasini yoritib beramiz, xudo xolisa. Endi O'ktamchi bu qatga so'yilyapti endi. Bu o'zim akam Ikrom bozor ichida Ikrom akamning do'koniga so'yilyapti, o'zim akamning do'koniga. Toza sifatli buqa so'yib sotamiz. Hurmatli obunachilar, tavsiya berib qolamiz. Xudo xolisa videoning oxirida go'sht do'konini ham yoritib ketamiz. Yaxshi boqilgan, mana halol. Halol so'yib mana hozir ko'rsatib beramiz hammasini. Bemalol go'shtga o'tirasizlar o'rtoqlar. Hozir oyoq qo'li bog'lab so'yiladi. Mana. Qani bo'lmasa obunachilarni kuttirmagan holatda o'rtoqlar qo'llab-quvvatlab paddeshkada bo'lasizlar mana. Qani bo'lmasa ketdik mana. Yoshiga kelganda 3 yosh ekan, qancha bor taxminan bo'ylari? Bo'yicha 150 oshiroq 150 bo'lsa kerak. Bu taroziga chiqqanmi, chiqmaganmi? Taroziga chiqqan. Taroziga chiqdi. Taroziga chiqqan. Aniq taniq bo'lsin. Necha kilo keldi taroziga bu? 950 kilo. 950 kilo jivoy vesiga kelgan. O'rtoqlar mana 3 yosh buqamiz. Xudo xolisa sizlarga foizi bilan yoritib ko'rsatib beramiz. Mana shunaqa boqilgan yaxshi buqalar bo'lsa olamiz aka, pulini aqid. Yaxshi semiz, parodasini qizig'i yo'q. Faqat yaxshi zo'r boqilgani bo'lsa olamiz. Ishtirin narx. Pulini aqid. U nasiya-pasiya yo'q. Keyin endi O'ktamchi yoritib ketaylik. Qara, misol endi borib olib, endi aniq tiniq bo'lsin-da, borib unaqa yerga urish yo'q. Yo'q, unaqa yo'q. Yaxshi puldan olamiz. 105 minggacha hisob qilib olamiz. Yaxshi boqilgan bo'lsa bo'ldi, semiz bo'lsa olamiz. Molli boqilgan sifatiga qarab turib, sifati zo'r bo'lsa olamiz. Xohlasin oyoqlaring, xohlasin so'yib beramiz, so'yib berishga, oyoqlaring tortib olish kelsa, oyoqlaring tortib olamiz. Nomerlarni qo'yib ketamiz, hurmatli obunachilar. Boqilgan buqa bo'lsa mana pullari naqd. Unaqa yerga urinmas, chiroyli insofman ish qilib olamiz. Yurtda bo'layotgan enaqa unaqa yerga urinib chiroyli oladi. Mana ishni boshlabdi, xudo xolasa. Nomerlarni qo'yamiz. Buqaylar bo'lsa bemalol telefonga qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qani bo'lmasa boshlaymiz bo'lmasa, obunachilarni kuttirmagan holatda o'rtoqlar qo'llab-quvvatlab paddeshkada bo'lib turasizlar. Mashalloh, lekin nihoyatda chiroyli boqib qo'yilgan ekan. Jonivor sonlarini qarang, sirkul bo'lib qopti. O'sha dumba sovorganman. Dumba sovoribdi. Mana obunachilar semental buqani so'yib ilib oldik. Mana bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Go'shtlar vobshe sifat chiqdi. Moshni yig'da olsa bag'a. Mana xudo xolisa o'rtoqlar, ko'ringlar, nihoyatda yoyilib ketgan. Orqa tomondan ham olib beramiz mana. Vobshe lider nomer 1 go'sht chiqdi. Juda chiroyli chiqdi o'rtoqlar. Vobshe sifat go'shtdor nihoyatda. Yog'i kam go'shtdor chiqdi.
Endi buni qara, bu taroziga sig'maydi. Buni endi aniq-tiniq bo'lish kerak. Qayerda endi buni? Buncha do'konga olib chiqib akkuratni chiroyli do'konda tortib qo'yamiz. Necha foiz berdi, nima bo'ldi, yaqin do'konda ko'ramiz endi. Hurmatli obunachilar, bu yoqda endi tarozimiz kichkinaligi uchun ko'ryapsizlar, mana nihoyatda yoyilib ketdi. Qolgan ma'lumotlarni xudo xolisa do'konning o'zidan taroziga chiqib necha foiz berdi, hammasini mana o'ktamchani o'zlari yoritib beradi. Xudo xolisa mana duoda bo'lib turasizlar o'rtoqlar. Do'konda qo'yib ko'rsatamiz. Qani bo'lmasa hozir buni to'rga bo'lib chiroyli qilib ortib do'konga olib chiqib tortib ko'rsatamiz. Necha foiz berdi, nima bo'ldi? Bag'an do'konda ko'ramiz. Qolgan ma'lumotlarni o'rtoqlar u yoqdan bo'ladi. Hozir to'rga bo'lib labo mashina chaqirgan. O'shani kutib turibmiz. Xudo xolisa qolgan ma'lumotlarni do'kondan chiroyli qilib yoritib beramiz. Qani bo'lmasa buni to'rga bo'lish jarayonini davom ettiraveramiz, bo'lmasa ketdik. Hozir bosib turamiz mashina kelguncha o'rtoqlar. Mana orqa soni ortilyapti o'rtoqlar. Nihoyatda chiroyli chiqdi mana go'shtlari. Mana oldi peridoy o'rtoqlar. Mana ikkinchi peridoy o'rtoqlar bu. Bo'ldi yo'q qoladi. Yo Forina. Shu. Ha, mana bo'ldi. Mana orqa soni oxirgisi ortilyapti. Yo'q, bu uchini olaman-da. Bo'ldi, hech narsa ham qilmaydi. Ha, uchini ko'tarib ber. Ko'taraman. Bo'lib qoladi. Yo'q, buni hazillashib bo'lmaydi. Yag'ini oldim. Sizga ishonch kerak, mana aka to'rga bo'lib ortib olib olsa, do'konni yaqinni tortib endi ko'rsatamiz aka bularga. Salapanni dasturxonni olib chiqing, ustini yo'qfalaylik go'shtni. Bo'ldi, ustini yopaylik, ketdik. Bo'ldi, ketdik. Endi yaqinda ko'rasizlar qolganini. Do'konda davom ettirib yoritib ko'rsatib beramiz, bo'lmasa ketdik o'rtoqlar. Bo'ldi, ketdik. Bachlar, mana aka go'sht do'konimiz. Mana aka haqiqiy sifatli buqalar mana shu do'konga so'yiladi. Mana aka buqamiz tortib hozir necha foiz berdi, nima bo'ldi, mana hammasini ko'rsatib beramiz. Qani bo'lmasa sonidan boshlaymiz. Barakasini bersin, mana Alloh barakasini bersin. Ushaylar. Oldi bitta peridoy mana taroziga chiqadi, xudo xolisa mana. Taroz yoqildimi? Ya o'chirib qo'ydinglar. O'sha mana o'rtoqlar 00 tarozi. Ketdi. Yo bismillah, yoqqaylar. Barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Mana orqa son qo'yildi. 123 kilo. 123 kilo. Qani ushaylar. Ketdi. O'tdan ushaylar. Hurmatli obunachilar, mana kelaverasizlar. Semiz boqilgan buqa bo'ladi. Mana ikkinchi sonni tortyapti. Tortsa. Tarozimizda 00 mana. Ha. To'xtatdi. Ketdi. Alish to'g'riga bu. Mayaga saltiyapti. Sal tortinglar. Sal tortamiz. Bo'ldi. Qani qochib turinglar. 123 kilo bu. 123 kilo o'rtoqlar. Bo'ldi olamiz. Ushaylar. Ichkarida. Sal. Hammaga aytib ketdi, qani ketdi, bittasi to'ydi. Ha. To'xta, italan. Mana aka yog'i 15 kilo. 15 kilo. Yog'i 15 kilo, charva yog'i. Olaver yog'ini. Vafshi chiroyli chiqdi. Mana aka go'shtimizni arasi vafshi rostdan yemay boqilgan buqada bu. Nihoyatda sifat. Jonivor Snigersga o'xshaydi, yaltillashini qarang.
To'xtadi, sekin. Qirq 7 kilo, bir oyoq qo'li. 47 kilo yozding Eldor. Ya qat kelaylik. Kir, sen kir qo'y. Ya qayna. Shapa o'tayman. Ichiga. Buni yop tevatdi. Bunaqasiga tashlaylik. Bunaqasiga Strakana bo'lsin. mana ke 111 kilo. 111 kilo. Bo'ldi olamiz. Sekinroq qo'y. 46 yarim. 47 tururlik buni ham. 47. Bo'ldi olindi. Sizlar siz yozib turavering. Oxirgi perdoyimiz 114 kilo. 114 kilo mana. Mana oxirgi perdoyimiz 114 kilo. Bo'ldi olamiz. Qani oldik, hozir foizini hisoblab ko'rsatamiz. Biz 950 kilo chiqdi Bahodir aka. Aha. Mana ke bu 61% berdi. 565 kilo go'shi, 15 kilo charbisi yog'i. Bu ham foizga kiradi, 61% berdi. Hurmatli obunachilar, Simental buqamza 61% berdi. Xudo xolasa mana ertadan kelaverasizlar. Mana go'sht ke do'konga. go'sht do'konimiz. Mana baxt tarafi Shohbekatda zinasi emasda, ikkinchi zinadan tushib kelganda mana 10 qo'lli birinchi go'sht do'kon. Hurmatli obunachilar, mana Yangi bozor tarafdan kelganinglarda bu yoqda Shohbekatda zinasi emasda, keyingisidan kirib kelganinglarda 10 qo'lda birinchi 10 qo'lli do'kon. birinchi go'sht do'kon. Mana ke baxt tarafdan Bu yoqdan chiqib ko'rsatib beramiz o'rtoqlar. Kichkina ko'prik tarafdan, soy tarafdan kelganinglarda mana bu yoqdan kichkina ko'prik mana. Bu yoqdan kirib kelganinglarda chap bu qo'lda tarafdan mana kirib kelganda birinchi do'kon mana. mana chap qo'lga burilganda 10 qo'ldagi birinchi go'sht do'kon. Birinchi go'sht do'kon. Mana ke 10 qo'ldagi birinchi go'sht do'kon. Kelaverasizlar hurmatli obunachilar. Haqiqiy yaxshi boqilgan buqa so'yiladi. Mana go'shtimiz nihoyatda sifatli bo'ladi. Mijozlari kuyniga qarab chiroyli qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, Mana ke mana akam sotadi. mana okamlar xizmatdalar. Kelaverasizlar xudo xolasa. O'rtoqlar, arzimas mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, poddeshkada bo'lib turasizlar. Xudo xolasa kelaverasizlar mana. Haqiqiy buqa so'yadilar. Sifatli, zo'r, haqiqiy go'sht olaman deganlarga mana ke. Bundan-da chiroyli videolarni chiqarib berishga harakat qilamiz hurmatli obunachilar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Kamchilik va xatolar uchun uzr so'rab o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.